Shunaqa avtomobilimizni sotuvga qo'yganimizda sirazi sotilib ketuvdi. Bunisi ham sotilib ketmasdan akam, shunisiga siz ulgurib qoling. E'tiboringiz qarshisida Mercedes-Benz EQ350 si. Buni qarang, chiroyliligini, ranglarini aytmaysizmi? Noodatiy, gap yo'q. Shunaqa AMG disklari turibdi. Bu avtomobilimizda 2023-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha 35 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Akam, shetda o'zida bitta like bosib qo'ying. Hammamizga kamida shunaqa avtomobillar nasib qilsin. Avtomobilimizda woodbushni ruchkalar bilan jihozlangan, mana bezramishnolarni aytmaysizmi? Eng qizig'i o'zi ichki savunimizda bo'ladi. Qarang. Juda bir kosmический qilib ishlab qo'yishgan, двухцветный, темный синий bilan qora kombinatsiya bo'lgan. Mana dверной обшивкalarini qarang, haqiqiy sifat premium shu avtomobilimizga ishlatilingan. Mana podсветкalarini aytmaysizmi? Bu avtomobilimizda multimedial rolik, head-up display, 360 gradus kamera, ikkitali katta panoramniy krыша. Ukam, yana nima kerak bunaqa vidga ega bo'lgan avtomobilni haydab yurganingizdan keyin? Orqa farlarni aytmaysizmi? Juda bir chiroyli ishlab qo'yishgan, spoilerlari ham alohida tema. Bu avtomobilimizni egalari bilan gaplashib, siz uchun 47900 ga ko'ndirib qo'ydim. Ukam, bosib oling, to'liq zapas xoddi necha bir 560 kilometrdan oshiq masofa yuradi. Maza qilib g'iz-g'iz joylaringizga borib, haydab yurish uchun ideal variant. Bosib oling.